Ushbu qismda siz 56-misoldan 65-misolgacha tahlillarni ko'rasiz. Demak, boshladik. Berilgan ko'paytmalarda nechta nol raqam bilan tugashi aniqlang. Ko'paytmada nechta nol raqam bilan tugashini aniqlashda har doim 5 ta darajasiga bo'lamiz. Ya'ni yuqoridagi misollarga o'xshash. Misol uchun mana qarang. Masalan, birinchi misol 56-misol qarang, 1 dan boshlab 100 gacha nechta nol bilan tugaydi, to'g'rimi? Demak, 100 ni 5 ga bo'lasiz. Mana butun qismi olasiz, qo'shuv. 100 ni 5 kvadrat 25 ga bo'lasiz. Qo'shuv. 100 ni 5 kubi 125 ga bo'lasiz. Afsuski buni yozmaymiz. Nega deganda bu qanaqa kasr? To'g'ri kasr. Mana shu yerda to'xtatamiz. Endi 100 ni 5 ga bo'lsak 20, 100 ni 25 ga bo'lsak 4. 20 ga 4 ni qo'shsak 24. Demak, 24 ta nol bilan tugar ekan. Mana. Ko'rdingiz, qiyin emas. 5 ga bo'lamiz. Xo'p, 57 ga qarang. 57-misol 1 dan boshlab 200 gacha nechta nol bilan tugaydi? Bu ham xuddi shunday. 200 ni 5 ga bo'lasiz. Qo'shuv. 200 ni 5 kvadrat 25 ga bo'lasiz. Qo'shuv. 200 ni 5 kubi 125 ga bo'lasiz. Mana. Hisoblaysiz. 200 ni 5 ga bo'lsak 40. 200 ni 25 ga bo'lsak 8. Mana. 200 ni 125 ga bo'lsa 1 bo'lar ekan. Qo'shadigan bo'lsak 49. Demak, 49 ta nol bilan tugaydi. Ya'ni mana shu ko'paytma 49 ta nol bilan tugar ekan. Ko'rdingiz, qiyin emas. Ishlasa bo'ladigan misollar. Demak, tushunmagan bo'lsangiz yana tushuntiraman. Bitta qarang. 58. 1 dan boshlab 125 gacha nechta nol bilan tugaydi? Demak, 125 ni 5 ga bo'lasiz. Qo'shuv. 125 ni 5 kvadrati 25 ga bo'lasiz. Qo'shuv. 125 ni 5 kubi 125 ga bo'lasiz. Hisoblaysiz endi. 125 ni 5 ga bo'lsak 25. 125 ni 25 ga bo'lsak 5. 125 ni 125 ga bo'lsak 1. Hammasini qo'shadigan bo'lsak 31. Demak, 31 ta nol bilan tugar ekan 58. Ko'rdingizmi? Qiyin emas, ishlasa bo'ladi. 32. 59 deganim. 31 59. Savol aytayapti, bu ham nechta nol bilan tugaydi? 1 dan boshlanyapti, 625 ta tugayapti. Oxirgi 625 ni 5 ga bo'lasiz. Har doim 5 ga bo'linadi. Nechta nol bilan tugaydi deb so'rasa qo'shilgan. 625 ni 5 kvadrat 25 ga bo'lasiz. Qo'shilgan. 625 ni 5 kubi 125 ga bo'lasiz. Qo'shilgan. 625 ni 625 ga bo'lasiz. Teng. Bo'lsak 125, qo'shuv bo'lsak 25, qo'shuv 5, qo'shuv 1. Hisoblaymiz. 150, 155, 156. Demak, 59-misolda 156 ta nol bilan tugar ekan. Ya'ni 1 dan 625 gacha ko'paytirsangiz, oxirida 156 ta nol qo'yar ekansiz. Ko'rdingizmi? Xo'p. 60. 60 ga ahamiyat qarating. 1 dan 250 gacha deyapti. Demak, 250 da 5 ga bo'lasiz. Qo'shuv. 250 da 25 ga bo'lasiz. Qo'shuv. 250 da 125 ga bo'lasiz. Hisoblaysiz. 250 da 5 ga bo'lsak 50 bo'ladi. 250 da 25 ga bo'lsak 10 bo'ladi. 250 da 125 ga bo'lsak 2 bo'ladi. Hammasini qo'ysak 62. Demak, 62 ta nol bilan tugar ekan. Mana 60-misolda. Xo'sh, 61. 61-misol endi sal boshqacharoq. Ya'ni bizda endi savol 1 dan boshlanmayapti, 21 dan boshlayapti. 21 dan 50 gacha. Bunda nima qilamiz? Bunda birinchi o'rinda 1 dan 50 gachasini hisoblab olamiz. 1 dan boshlab va hokazo 49 50. Mana. Birinchi 1 dan 50 gacha hisoblaymiz. Buning uchun 50 ni 5 ga bo'lamiz. Qo'shuv. 50 ni 5 kvadrat 25 ga bo'lamiz. 50 ni 5 ga bo'lsak 10.
50 ni 25 ga bo'lsak 2, qo'shsak 12. Demak 12 ta 0 bilan tugaykan. Mana bu oxirgi raqam 12 ta 0 bor ekan. Mana shu 12 ta. Lekin bizga 21 dan kerak. Buning uchun 1 dan 20 gacha ham hisoblashimiz kerak. Xuddi yuqoridagi misolga o'xshab. Demak 20 ni 5 ga bo'lamiz. 4 ta. 1 dan 20 gacha ko'paytirsak 4 ta 0 bo'lar ekan. 1 dan 50 gacha ko'paytirsak 12 ta 0 bo'lar ekan. 21 dan 50 gacha nechta 0 bor? Shuni topishimiz kerak. 21 dan 50 gacha. Buning uchun 12 dan 4 ayiramiz 8 ta. Demak 61 ga javob 8 ta ekan. Mana. Ko'rdingiz? Qiyin emas. Ishlasa bo'ladi. 62. 41 dan 120 gacha. Buni ham xuddi shunday qilamiz. Ya'ni birinchi 1 dan boshlab 120 gacha nechta 0 bilan tugashini topib olamiz. Buning uchun 125 ga bo'lamiz. 120 ni 5 kvadratda 25 ga bo'lamiz. Hisoblaymiz. 125 ga bo'lsa 24. Qo'shuv 120 ni 25 ga bo'lsa 4. Teng 28 ta. Demak, 1 dan boshlab 120 gacha 28 ta 0 bilan tugar ekan. 28 ta 0 bilan. Bizga 41 dan 120 gacha kerak. Buning uchun 1 dan 40 gacha hisoblab olamiz. Chunki formulamiz 1 dan boshlanganda. Demak, 40 ta 5 ga bo'lamiz. Qo'shuv 40 ni 25 ga bo'lamiz. Demak, 40 ta 5 ga bo'lsak 8, 40 ta 25 ga bo'lsak 1, 9 ta. Demak, 1 dan boshlab 40 gacha 9 ta 0 bor ekan. 1 dan boshlab 120 gacha 28 ta 0 bor. Endi 41 dan 120 gacha nechta deb so'rayapti savol. Demak, javob 28 dan 9 da ayiramiz 19 ta. Ko'rdingizmi? Qiyin emas. Ya'ni 61-misolga javob 8 ta edi. 62-misolga javob 19 ta. Xo'sh, tushunmaganlar uchun yana qaytaraman. 63 dan boshlab e'tibor qiling. Birinchi qiladigan ish 1 dan boshlab mana shu oxiri necha? 175 gacha hisoblab olamiz. Buning uchun 175 ni 5 ga bo'lamiz. Ya'ni 63 ta. 175 ni 5 kvadrat 25 ga bo'lamiz. 175 ni 5 kubi 125 ga bo'lamiz. 175 ni 5 ga bo'lsak, demak 35 chiqadi. Qo'shuv. 175 ni 25 ga bo'lsak, demak 8 tadan bersak oshib ketadiganga o'xshayapti. 35. 25 ga bo'lyapmiz aytgancha. Bu 5 ga bo'lamiz. 7 chiqar ekan. Keyingisi esa 1 chiqadi. Demak, qo'shamiz. 43. Demak, 1 dan boshlab 175 gacha ko'paytmamiz bizda 43 ta 0 bilan tugagan. Bizga 101 dan kerak. Buning uchun biz hozir 1 dan 100 gacha hisoblab olishimiz kerak, ya'ni alohida. Buning uchun 100 ni 5 ga bo'lamiz. 100 ni 25 ga bo'lamiz. Hisoblasak, demak 20 qo'shuv 4 teng 24 ta. Demak, 24 ta bilan tugagan. Bizda jami 43 ta. 1 dan 100 gacha 24 ta. Endi 101 dan 175 gacha nechta? Buning uchun 43 dan 24 ayiramiz 19 ta. Demak, javob 19 ta ekan. Ya'ni 63 ga. 64-misol. Demak, e'tibor qiling. 81 dan 200 gacha so'rayapti. Birinchi 1 dan 200 gacha hisoblab olamiz. 1, 2 va hokazo. 80, 81 va hokazo. 200 gacha ko'paytma. Buning uchun 200 ni 5 ga bo'lamiz. Nechta 0 bilan tugashini so'rasa, har doim 5 ga bo'linadi. 200 ni 25 ga bo'lamiz. 200 ni 125 ga bo'lamiz. Hisoblaymiz. 200 ni 5 ga bo'lsak 40. 200 ni 25 ga bo'lsak 8. 200 ni 125 ga bo'lsak 1 qo'shsak 49 ta. Ya'ni 1 dan boshlab 200 gacha ko'paytirib chiqsak, bizda 49 ta 0 bilan tugagan. Endi 1 dan boshlab 80 gacha hisoblashimiz kerak. Buning uchun 80 ni 5 ga bo'lamiz. Qo'shuv 80 ni 5 kvadrat 25 ga bo'lamiz. 80 ni 5 ga bo'lsa 16, 80 ni 25 ga bo'lsa 3, 19 ta. Ya'ni 1 dan 80 gacha 19 ta 0 bilan tugaydi.
Savol 81 dan 200 gacha so'rayapti. Jami bizda 49 ta. 1 dan 80 gacha 39 ta bo'lsa 30 ta qoladi. Demak, javob 81 dan 200 gacha ko'paytirsangiz, oxiri 30 ta nol bilan tugaydi. Mana. Ko'rdingiz? Va ushbu qismimizda yakuniy 65-misol. Bunda ham menimcha tushunib oldingiz. Nima ish qilishimizni 625 ni 5 ga bo'lasiz. 625 ni 5 kvadrat 25 ga bo'lasiz. 625 ni 5 kub 125 ga bo'lasiz. 625 ni 5 ni 4-inchisi 625 ga bo'lasiz. Hisoblaymiz. 625 5 ga bo'lsak 125. Keyingisi demak 25, keyingisi 5 va 1. Hammasini qo'shamiz 156. Demak, 1 dan boshlab 625 gacha ko'paytirsak 156 ta nol bilan tugaydi. Endi biz hozir mana bu 126 ga o'shandan bitta past 1 dan 125 gacha hisoblashimiz kerak. 125 ni 5 ga bo'lamiz. Qo'shuv 125 ni 5 kvadrat 25 ga bo'lamiz. Qo'shuv 125 ni 20 125 ga bo'lamiz endi. 25 qo'shilgan 5 qo'shilgan 1 teng 30 bitta. 1 dan 625 gacha 156 ta nol bilan tugaydi. 1 dan 125 gacha 30 bitta nol bilan tugaydi. Endi mana bu 126 dan 625 gachasini topish uchun har doim qilgan ishimiz 156 dan 31 dan ayiramiz. Shunda 125 ta nol bilan tugar ekan. Mana. Demak, ushbu qismda siz bilan oxirgi nechta nol bilan tugashini gaplashdik. Mana. Ko'rdingizmi? Qiyin emas. Ishlasa bo'ladigan misollar. 56 dan 65 gacha.